Assalomu alaykum o'quvchilar. Demak, bugun biz 9-darsga yetib keldik. Bizda 9-dars there is there mavzusi hisoblanadi. O'tgan darsimiz bilganingizdek question words edi. Uyga vazifalarni qildingiz va mavzuni tushundingiz deb o'ylayman. Xo'sh, keling, birinchi there is there'dan boshlaymiz. We use there is there to describe existence or presence of people, places or things in a specific location. Demak, there is there'ni biz odamlarni, narsalarni, joylarni bor yo'qligini bildirish uchun existence'ni, ya'ni o'sha joyda bor yoki yo'qligini aytish uchun ishlatar ekanmiz. Xo'p, there is with singular nouns, uncountable nouns. There is bizda demak to be o'tganimiz esinglarda bo'lsa emizor bor edi. Is bizda singularga ishlatiladi. With singular noun, ya'ni birlikdagi otlar bilan ishlatar ekanmiz va uncountable nouns, ya'ni sanalmaydigan otlar bilan ishlatar ekanmiz. Xo'p, there is bizda plural nounlar bilan, there are ko'plikdagi otlar bilan ishlatilar ekan. Xo'sh, uncountable nounlar nima degan savol sizda tug'ilayotgan bo'lishi mumkin. Demak, hozir keling o'shani ko'rib chiqamiz. Uncountable noun aytib o'tganimdek, bizda sanalmaydigan otlar hisoblanadi. Sanalmaydigan otlar, demak, uncountable nouns do not have plural form because they're either abstract or liquid. Demak, uncountable nounlar bizda umuman sanaladigan plural, ya'ni ko'plikdagi formasi bilan yo'q. Chunki ular ko'p holatlarda suyuqliklar bo'lishi mumkin, sanalmaydigan otlar furniturelarga o'xshagan yoki hissiyotlar bo'lishi mumkin, feelinglar bo'lishi mumkin, right? O'shaning uchun bizda uncountable nounlarning plural formi bo'lmas ekan. Xo'p, keling bir marta ularni ko'rib chiqamiz turlarini. Birinchisi bizda liquids, ya'ni suyuqliklar hisoblanadi. Suyuqliklarga bizga water, milk, juice, ya'ni suv, so'g hamda sut kirar ekan. Bu kabi suyuqliklar sanalmaydi. Xo'p, keyingisi bizda substances, demak, mayda anaqa molekulaga, mayda hajmga ega narsalar. Bular bizda shakar, ya'ni sugar, rice, guruch, salt, tuz, shu kabi narsalar bizda sanalmas ekan. Keyingisi bizda abstract. Abstract esa demak ko'rinmaydigan narsalar bo'ladi. Bular feelinglar, o'zbek tilida mafhum otlar deyiladi. Mafhum otlar ham bizda sanalmas ekan. Bularda bizda love va happiness kirar ekan. Xo'p, keyingisi bizda natural elements, ya'ni natural elementlar. Bular bizda yorug'lik, quyosh, havo yoki yomg'ir, qor bilan hech bir bizda sanalmas ekan, natural elements bo'lganligi uchun. Keling bu tomonni ko'rib chiqamiz. Bu yerda bizda subject, ya'ni maktabda o'tiladigan bu sinf fanlari, umuman olganda fanlar bizda sanalmas ekan. Masalan, histories yoki englishes or maybe like physics shaklida ishlatib bo'lmas ekan. S qo'shilmas ekan. Keyingisi languages. Languagelarda English, Russian, Korean, Chinese, Japanese qaysi biri bo'lishidan qat'iy nazar biz ularga S qo'shib ishlatmas ekanmiz. Demak, keling yana bir qaytadan kichik review qilib chiqamiz. Demak, birinchisi bizda liquidlar, suv kabi, demak, suyuqliklar, substanceslarga bizga sugar, rice, salt va shu kabilar kirar ekan. Keyingisi abstractlar, ya'ni mafhum otlar, undan keyingisi esa bizda natural elementlar, ya'ni tabiiy bo'lgan elementlar hisoblanar ekan. Qolgan ikkitasi bizda subjectlar va languagelar hisoblanar ekan. Demak, bu hamma bizda there is there'ning ishlatilishi va uncountable nounlar haqidagi ma'lumotlar edi. There is there'ni ko'rib chiqardik. There is like singular nouns and uncountable. There esa plural nounlarga ishlatilar ekan. Xo'p, demak, darsimiz barcha shudan iborat. Sizga uyga vazifa esa mana shu barcha uncountable noun turlariga bittadan example yozib chiqing. Ular umumiy bizda 6 dona bo'ladi. Xo'p, bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darsda ko'rishguncha, xayr.